Xo'p, assalomu alaykum. Bugun 7-iyun, 6-oy 2026-yil. Xo'p, nimalar bo'ldi? Bugun yakshanba va bizda juda katta o'zgarishlar. Xullas mana. Mana bu bizning ikkinchi bosqichli akkauntimizda ikkinchi step. Bizda hozir qolgan summa qancha? Qayerda edi jadval? Xullas 1560. Mana 4561. Просто qirrasi turibman tushib ketishga. Mayli, xo'p. Veneraton 9%. Shunday holatga kelib qoldik va biz oxirgi 2 hafta davomida o'zimiz bitta reja bo'yicha ketyapmiz. Lekin reja negadir emas, shunchaki minus bo'lib ketyapti. Hop, oxirgi 2 hafta davomida qilgan pozitsiyalarimiz. Xo'p, oxirgi 2 hafta davomida bo'lsa 27-may euro USDga sell ochganimizdan boshlandi. 1600 qancha, 4600 qancha edi? Bo'ldi, euro USD sell birinchi 27-5-oy. Hop, euro USDga oshdi-yu, bular bari kutgan narsalar. Mana euro USD nima qildik? Banhashga o'tamiz. Banhashda men bunday trend ko'rgan edim. Ya'ni bizda bearish trend is bearish. Mana bu yerda liquidity high, eco high bo'ladi u. Eco high mana bunday qo'yib, mana bu yerda banhashlik demitsionlarni ko'rib, dam savdoga kirgan edik. Aynan 500 soat 5:20 da kirilgan. Ba'dan 5:20 da kirilgan. Soatni ko'rsa bo'ladi. Qani? Mana 17:20 da opium boshlangan. Shu bilan 28-kun 19:27 da yopilgan. Minusda qanday qilib minusda? Endi shuni ishlab chiqamiz. Xo'p, biz kutgan edik. Men kutgan edim, mana bu joyda, ya'ni dalshi berish ketadi. Kutgan edim. Mana bu yerda take profit. Bozor nima qildi? Keldi. Bam, sekin ko'tarilib ketdi. Va men uyda ishda edim, ya'ni ish qilayotgan edim. Bu ish qilishim hisobiga kuzatmadim va bizdagi qarshi momentumni, mana bu harakatlari, mana bu shotgacha bo'lgan harakatlarni o'zi bizda mana shu holatda yopish imkoniyatini bergan bo'lar edi. Bu degani o'rtacha hisobda 3, ya'ni $100 yoki mana 120, chunki 40 dollar risk rewardga kiraman, $40 risk qilganman. Mana bu yerda $280 $320 shunday. Xullas take profit mana shu yerda. Va meni soat mana 19 nechida mana shu yerda yopib bordim. Mana shu holatda yopib bordim. Ko'rib turgan bo'lsalaring. O'ta. Xullas, birinchisi ketdi. Ikkinchi savdomiz. Nima xato qildik? Xato qilishimiz sababi zerodan balki daytime frame jugman sababini aniq ko'rganman, chunki keyin o'ylab qoldimda xato qilishimiz sababi nima? O'sha kun nima bo'ldi? 28-kuni. To soat nechida? 28-kun soat 9 da. 28-kun soat
9'da nima bo'ldi? 28 kun soat 9'da. Erta 9'da. Deyarli hech narsa yo'q. 100 edi. Deyarli hech narsa yo'q. Lekin erta 9'da tamom tepaga qarab ko'tarilib keta boshladi. Xatomizni tushunmadik, ya'ni bozor bizga qarshi yurdi. Xo'p, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishda mana bu yerda o'zida bizda 1/6 risk reward bor edi. 1/6 va mana shu vaqtda chiqib ketishimiz kerak edi. Mana shu yerda 1/6 risk reward bor edi. Aynan 1/6 bo'lishda 5 ga chiqib bo'ladi. Aytganim, aslida bizni mavzu bo'yicha 3/1 nisbat etdi doim. Va men bu yerda esa 3/1 emas, 6/1 bo'lganda ham dars yoqmadik. O'zi holimiz juda xarob edi. Ya'ni o'sha paytda bizda $4650 edi. Mana. Men bu holatda 4667 holat edi. Bam ketdi yana. Xo'p, bundan keyingi minusimiz. Euro birinchi kun. Euro USD buy. Xo'p, keyin nima qildik? Keyin men bu holatga kelib qoldim. Xo'p, biz mana bu yerda hay hosil qilgan ko'rdik. Loqayd ustidan o'tib ketdi va men qaysi vaqt kirdim? Mana bu vaqt kirdim. O'ta ahmoqliklarcha kirish bo'ldi bu. Seriously, chunki просто kutib zavod bo'lib ketdim-da bozorda. Kelmasligiga sabr yetmay qoldi. Mana bu yerda bizda общий mana bu yerda общий mana shu oxirigacha hay va biz mana bu joyda men mana bu harakatni ko'rib, mana shu joydan kirishni xohlab qopman. Mana shu yerda kiribman-da men va bam. Mana shunday qilib kirgan edim. Bam. Da bu juda ahmoqliklarcha kirish. Chunki bizda ekstremal zona emas, tem bo'ling. Mana bu zona hisoblasa ham. Qara, birinchi xatomiz. Bizda tozaroq xarid o'tsammikan. Xo'p, bizda asosiy mana bu yerda bizda polli hosil bo'lgan bo'lsa, ya'ni 1H da mana bu yerda ekstremal zona. Mana bu yer ekstremal zona. Dem zona. Mana bu dem zona. Ya'ni mana shu eng oxiri mana shu hudud ekstremal dem zona hisoblanadi mana shu. Lekin biz dalchi просто dem zonadan savdo qildik. Yana qaysi holatda? Endi mana bu holatda kirganimizda ham mayli yoshlik qildik desak ham bo'lardi. Mana bu holatda kirganimizda, chunki dem zona mana bu holatda-da. Mana shu dem zonada. Chunki birinchi shanba soyasini olamiz. Va biz ko'rib turibmizki, narx tepaga ko'tarildi, lekin yana tushmoqda. Va bizni demant shamimizning pastidan pastga o'tib ketdi. To'g'ri, demant zonamizni buzib o'tmadi. Lekin pastidan pastga o'tib ketdi. Bu degani o'sha yo'q. Kim bo'ldi? Mana bu yerda kirish ahmoqlik. Mana bu yerda kirish to'g'ri bo'ldi, mana bu yerda yopildi. Qaysidir jihatdan to'g'ri bo'ldi deb hisoblasak ham, mana bu jihatdan mana demant, ya'ni ayni bizning mana demant shamimiz, demant zonamiz, demant shamimiz pastidan pastga o'tib ketdi. Ya'ni demant, ya'ni talab borligi yo'q, talab yo'q ekan bu hududda. Qisman kichik talablar hisobiga narx ko'tarildi va bu ketdi. Ya'ni ikkinchi xatomiz o'ta aqlsizlarcha, yibaniklarcha ahmoqlik bo'ldi. Sababi, chunki men bu o'sha savdodan keyin, men bu savdo o'sha 5, chunki o'sha
O'zim bo'lmay qoldim. To'g'ri uyda. Ha, mana shunday holat bo'ldi bayaq. Endan keyinchi ikkinchi savdomizni ham ko'rdik, o'ta botlikligi haqida. USD SHF sell 3-kun 6-oy. Hop USD sell nima bo'ldi? Men o'yladimki, mana bu joyda qani tamam. Sizlar o'ylashingiz mumkin, nimaga bu trendni aniqlamayapti, просто faqat kirishda aytyapti deb. To'g'ri. Mana bunday kirishni xohladim-da men. Mana bu yergacha bo'la qolsin. Mana bu yergacha bo'lsa kerak. Eng pastgisi mana shu yerda, xullas. Mana shu kirishni xohlagan edim. Lekin biz rostini aytsam, mana shu holatda короче biz markaz strukturani aniq bir aniqlash darajasini topib olishimiz kerak-da. Ikkita savol bor edi bizada. Ya'ni men o'yladimki, mana bu holatda mana. Xo'p, mana bu it's high, to'g'rimi? High, it's high low, to'g'rimi? Ya'ni high low, to'g'ri. High, it's low, to'g'rimi? Mana shu polni low, to'g'rimi? Va men to mana bu yoqqacha low deb o'yladim. Ya'ni dalshi to'g'ri mana bu yerda bosib bo'lgan. Impuls tushyapti, to'g'rimi? Impuls tushsa mana shu hududgacha low, ya'ni mana shu yergacha low deb o'ylardim. Va bizda bu yaxshigina xatolarga olib keldi. Euro USD parasida ham, bu parada ham ko'rib turganimizdek ko'rib turibmiz. Low ko'rib turibsiz. Xo'p. Lekin mana bu hududgacha low, mana bu hududda biz ko'rib turibmizki, it's mana low, mana bu yerda low high, mana bu low. Va mana bu holatda keyin yana boss hosil bo'ldi. Yana hisoblaymiz. High, it's high low. High low. It's high, high low. Low. Chunki mana bu boss bo'ldi. It's low, high. Low. Ko'rib turibsiz-a? Mana shu yerda markaz strukturani aniqlashda bizda xato bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Keyin bizda kuchli berish signal mana bunda keldida, mana bu hududda, ya'ni 1H deb hisoblaylik, low high hosil bo'ldi. Low high, it's low. Mana bu yerda bizda boss hosil bo'lyapti. Boss bo'ldi. High, it's high low. High. To'g'ri, mana bu yerda kirish mumkindir. Yo'q. Nega mumkin? Chunki biz уже bir hashda уже deymiz uni. Ya'ni bir hashda уже bizda yo'q. Bir hashda yo'q уже. Bir hashda biz уже bo'lish trendligi aniq. Chunki mana bu momentumni o'zi bizda bo'lish trendligini isbotlamoqda. 4Hda bizda nimani ko'rsatmoqda? 4Hda nima ko'rsatganimizni ko'rib olishimiz kerak oldin. Hop, 4Hda bizda low, it's low high. To'g'rimi? It's low. Mana bu low high ekanda, xullas. It's high low, it's high low. It's low. Ko'rib turibmiz-a? Mana bu low. It's low high. Mana bu holatda low high bo'ldi. Yana low.
to'lov bo'lmadi mana. Mamit kesib o'tirmadi. Shunchaki o'solmadi. Va bizada bir hashda to'rt hashda berish bizada. To'rt hashda berish uchun Mamit berish deydi. Lekin bizda undan keyingi harakatimiz bu joyni buzib o'tolmadi mana. Buzib o'tolmadi. Ya'ni Mamit demit zonani shamda buzib o'tdi, soyada, lekin o'zi buzib o'tolmadi. Ha, shunday. Keyin ya'ni biz 4Hda bu yerda aniqlay olmasligimiz mumkin. Lekin 1Hda просто to'g'ri bu yerda savdoga kira olmaymiz, chunki savdoga kirish bu yerda o'ta qiyin. Lekin mana bu yerda savdoga kirmasligimiz mumkin edi, chunki bizada уже 1Hda o'zgarganligi ma'lum. 4Hda esa yangi berish trendi boshlanmagan va bizada mana bu yerda yana qarab tepaga qarab qaytmoqda. Tushunarli? USD haqida ham xatomizni topdik. Bu уже ikkinchi haftaga o'tib ketganimiz. Birinchi hafta tugadi. Birinchi haftada Euro USD xato edi. Mana bu holat, keyingisi Euro sell. 5-kun, 6-oy. Xo'p, Euro sell. Euro nima bo'ldi? Euro nima bo'ldi? Xo'p. Euro 1Hda nima bo'layotgan edi? Xo'p, 1Hda mana bu yerda уже boss bo'lgan. Mana bu yerda boss bo'lgandan keyin mana bu holat boss bo'lgan. Endi mana bu yerda bizda eco high bor. Low bor. Endi bizda mana eco high low yozyapman. Mana shu yerda momentumni haqiqiy ma'nosi kelib chiqadi. Xullas qaranglar. To'g'ri bu yerda, hamma narsa to'g'ri. Men mana bu yerda sel kirganman. Ya'ni mana bu yerda men sel kirganman. Ko'rib turibmiz-a? Qay vaqt sel kirganman, bizda mana tek bo'libdi. Mana bu yerga qo'ya qoldi. Mana shunday bozorga kirmoqchi edim. 1.8 qarang, nima bo'ldi? Eco ya'ni likvidlik bor bizada. Lekin bozor nima qildi likvidlikda? Bozor mana bu yerda, ya'ni mana bu yerda 1H bo'yicha mana bu holatda buzib o'tdi. Boss bu. Mayli, boss deb hisoblasak, bizda berish trend hisobiga biz likvidlikni olib ketishimiz kerak edi pastga qarab. Lekin nima bo'ldi? Xo'p, nima bo'ldi? Likvidlikni oldi bozor. Ya'ni mana shu likvidlikni ustida, mana shu hudud ustida, mana shu hududga yaqin holda, ya'ni bunaqa katta hudud hisoblashadim. Mana shu hududda bizda juda ham ko'p bor. Ya'ni likvidlikning nazariyasini eslaylik. Juda ko'p savdogarlar bor. Ya'ni mana bu yerda juda ko'p sotuvchilar bor. Mana shu hudud pastida juda ko'p savdogarlar kelsa, pastga qarab ketadi. Ya'ni savdogarlar. Uni ustida juda ko'p buy orderlar bor. Ya'ni buy orderlar degani narx tepaga chiqsa, dal yana talab paydo bo'ladi, sotib olaveradi, narx ko'tarilib ketadi. Bizda ikkita narsa bor. Bizda likvidlik ishlash uchun narx mana bunday harakat qilish kerak. Biza kelish kerak edi. Narx likvidlikni yorib o'tish kerak edi. O'tib ketish kerak edi. Yorib o'tish kerak edi va tepadagi taklif hisobiga, ya'ni demit hisobiga, sotib oluvchi hisobiga yana ko'tarilish kerak edi. Ma'lum joydagi supply zonadan, talab zonasi, taklif zonasidan pastga bam ketish kerak edi. Likvidlik nazariyasi bo'yicha. Lekin bizda bozor nima qildi? Bizda bozor likvidlikni oldi, tepaga o'tdi. Darsh ko'tarilib ketmagan. Talab paydo bo'lmadi. Kuchli talab paydo bo'lmadi. Narx qaytib tushdi. Endi talab yo'q. Keyin yana darsh hay boshlandi. Yana talab bormi dedi, yana talab olishni boshladi. Lekin yo'q. Yana kuchi yetmadi. Endi darsh demit zonagacha yetmadi, supply zonagacha yetmadi. Ya'ni o'sha bozor bilyapti, sotuvchilar kuchi yo'q. Ya'ni bozor likvidlik oldida turibdi. Likvidlikni oldida tepadagi buy orderlar ishlab turibdi. Va tepaga qarab ko'tarilib ketdi.
va men mana shu vaqtda bozorda bo'lmagandim, chunki soat o'sha ertalab soat 4-5 oralig'i uxlayotgan bo'lgandim va birdan mana bu urib ketdi. To'g'ri, urib ketdi. Ya'ni likvidlik nazariyasi bo'yicha, likvidlik haqida mana bundan keyin sizga tushuntirib o'tiraman likvidlik nima haqida. Bu yerda asl likvidni oldi dal tepaga qarab ketish kerak gaz bilan, chunki tepada juda ko'p sotuvchilar bo'lishi mumkin. Tepada juda ko'p sotib oluvchilar bor, ya'ni xaridorlar bor. Juda tez tepaga ko'tarib ketish kerak va ma'lum nuqtada, mana shu supli zonada juda katta savdogarlar biladiki, mana shu joyda bam kuchli juda katta miqdorda sotadilar va bam deb pastga qarab oqib ketish kerak prosta. Lekin bizda unday bo'lmadi, chunki bizda ko'tarildi, qaytdi, ko'tarildi, qaytdi, ko'tarilib dalish buzib o'tib ketdi. Va bizda dalishni berish trenddan emas edi menimcha. Chunki bizda trenddan olsak oldin berish berish mana bu holatgacha, keyin ko'tarildi, hudud bo'lsa berish mana bu yerda mana bu yerda yana berish, ya'ni bizda dalchi berish trend, keyin kuchsiz berish, juda kuchsiz berish varaqashda dalish manbani buzib o'tganda dalish varaqashda bo'lishni boshlaganligini bildirib turgan edi. Bundan tashqari to'rg'ashda esa qanday holat? To'rg'ashda qanday holat? To'rg'ashda mana bu holatda bam to'lov dalish. To'rg'ashda kuchsiz berish edi, juda ham kuchsiz, yonga qarab ketayotgan berish. Lekin doimgidek bizda berish shamli kichik, bo'lish shamli juda ham katta edi. Agar biz mana bu holatda bozorga kirishimizda bozorga kira olmas ekanmiz, lekin mana bu holatdan qochishimiz mumkin edi. Xo'p. Men sizlarga ideal emas, likvidlikni anaqasini tushuntirib qo'yay. Likvidlik mana bu holat haqiqiy likvidlik deyiladi. Yana bizda to'lov berish trend. Low high, to'g'rimi? Va bizda mana bu holatda nima bor? Likvidlik bor. Mana bu holatda likvidlik bor. To'g'rimi? Likvidlik qaysi likvidlik? High likvidligi va bizda mana bu holatda supli zona bor. Va biz mana shu holatda mana shu holatda kirsak bo'ladi. Katta ehtimol bilan 85 qilib olaylik. 85. Xo'p, mana bu holatda ko'rib turamizki, bizdan juda ham kuchli, juda ham katta dalish 1/14 riskover ko'rinib turibdi. Mana shu holat ideal emas. Mana shu holat haqiqiy liquidity savdoga kirish bo'ladi. Ya'ni bizda likvidlik zona bor, yaqinlashtiramiz. Bizda demit bor, ekstremal demit zona. Narx likvidlikni bam buzib, u yerdagi juda ko'p xaridorlar hisobiga, juda ko'p xaridorlar hisobiga, sotuvchilar hisobiga narx pastga qarab otilyapti. Xullas, mana shunaqa gaplar. Xullas, bir haftalik yakun tugadi. Menda hozircha 2 hafta harakatdamiz. Yaxshi, 2 hafta o'tdi. 2 hafta
polni ziyonnamiz. Endi polni ziyonnamiz emas. Mana shu agar ifodasini olganimizda deyarli foydada bo'lardik. Mayli. Xo'p, hozircha putrosdan ham o'sha labida turibmiz. Deyarli 50. Ya'ni 50% qolyapti. Ya'ni $50 qolyapti, 1%. 8% ziyondamiz. Endi bilmadim. Menimcha bu akkauntni berib qo'ysam kerak. Va shu bilan agar bu akkaunt berib qo'ysam, shu bilan avgustda olaman. Niyatim avgustda olish. Ungacha menda 8 haftalik, 9 haftalik tajriba bo'ladi menda. Avgust olsam, o'sha avgustda yaxshi bo'lib ketsa kerak. Xo'sa, agar mana shu tarzda ketishda davom ettirsak, xo'p biz nima qilyapmiz? Qanday ketyapmiz? Davay qanday ketayotganimizni aytamiz. Qanday haftani davom ettiryapmiz. Xo'p, hozir oldin birinchi chartni tozalab olaylik, keyin davom ettiramiz. Xo'p, chartni tozalab oldik. Xo'p, videomiz cho'zilib ketmasligi uchun mana keyingi kelayotgan haftani savdosini analiz qilib ko'ramiz. Qanday harakatlar bizani kutmoqda. Xo'p, va birinchi Euro-USD. Xo'p, bizada OneWeek'ga qaraymiz. OneWeek'da bizda o'tgan hafta ham qaragan edik. Bizada o'ta aniqlikda berish edi. Lekin berishda mana biza ko'rinib turibdiki, mana bu holatda ham it's high, low, high, is low. Mana bu yerda bosib bo'lgan low, mana bu yerdagi demon zonadan mana bu yerda bozor qaytmoqda. Ko'ryapmiz, mana bu demon zonadan bozor qaytmoqda va bizada berish trend. Bizada berish trend. Bizada berish trend. Xo'p, endi nima qilamiz? Bizada kuchli berish trend. Dalshi mana bu yerdan ham o'tib ketsa kerak degan xayolda. Bitta euro USD qilak hammasini qila olmayman. Xo'p, bizada mana bu yerda low bo'ladi va narx bizada mana bu darajagacha qaytib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, bizada day hisobiga nima o'zgarmoqda? Day hisobi hali ham bo'lish, ya'ni day berish bo'lish uchun mana bu holatdan mana bu holatdan pastga o'tib ketish kerak. Day hozircha bizada bo'lish, day bo'lish is bizada berish day bo'lish. Xo'p, hozircha lekin bizda momentni ko'rib turibmiz-ku. Day ham berishligini. Chunki day berish bo'lish uchun mana bu joydan buzib o'tish kerak mana bu joyda. Xo'p, bizda 4 hash bor. Two hash it's low, high. Yana low. Xo'p, bizada low paydo bo'ldi va bizada 4 hashda mana bu joyda bizada haqiqiy ekstremal zona bor va 4 hashlik bizada berish. Trendimiz bizada hozircha berish va mana bu joyda bizada 4 hashlik ekstremal zona turibdi. 4 hash berish. 4 hash berish va 4 hash berish sababi mana bu joydan bosib bo'lgani pastga tomon. Bosib bo'lgani bo'ladi. Xo'p, bosib bo'ldi deylik. Bosib bo'ldi. Xo'p, 4 hashlik berish va 1 hashligimizda bizani ko'rib turishimiz kerak. 1 hashligimizda hashligimiz bizada down berish edi. Mana bu berish va bizada 1 hashlikda mana bu joyda demon zona bor. Вообще-то uzoqda
Endi biz faqat bozor harakatini kuzatishimiz kerak, chunki bizda kuchli nofarim bo'ldi va kuchli pastga qarab ketdi va nofarimdan endi 1-2 kun shunday holat bo'ladi. Mana shunday holat bo'ladi. Va bizada yana muammo bo'lgani emas, asosiy narsani mana shu 2 hafta ichida o'rganganlarim bozorda yo'q vaqting o'rganganlarim bozorda yo'q bo'lsa kirolmaysanmi? Savdolaring yo'q, foydada bo'lsa. Ziyonda bo'lsa mayli tursin, chunki take profit stop surmadimi? Yo'q. Agar ziyonda bo'lsa va o'sha vaqt kechki 2 ga yozgi taym bo'lsa, kechki 2 da, qishki taym bo'lsa kechki 3 ga yaqinlashgan sari bozorni yopishga harakat qiladi. Chunki savdoni yopishga harakat qiladi, foydada и ziyonda. Ayniqsa USD ya'ni dollar yo'q paralarda yopishga harakat qilish kerak. Bularga shu AUD USD, AUD NED, chunki ularda juda katta sprey bor, baribir stop lossni urib ketib qoladi. Ikkinchi, yangilik payt savdo qilmaslik. Yangilik paytda tem bo'ling, prop akkauntda savdo qilmaslik. Ya'ni kecha men bundan oldin video qo'ygandim, shorts video qo'ydim va unda house haqida, ya'ni tilla haqidagi savdom o'xshagani haqida, lekin mana shu savdoga men kirmadim. Demo akkauntga kirdim, lekin o'zim kirmadim. Mana bu joyda 5:30 bo'lgan edi. Soat mana 15 minutdan o'taylik. Mana bu yerda ekstrem zona turibdi, demo zona turibdi. Bam. To'g'ri, bizada haqiqiy ekstrem zona mana bu joyda. Mana bu shunchaki demo zona. Lekin narx mana bu holatda juda kuchli. Mana bu holatni ko'rib turgan bo'lishimiz mumkinki, ya'ni mana shu tepa, eng tepasida mana bu holat haqiqiy liquidity deyiladi. Ya'ni bizda haqiqiy liquidity bor va bizda undan teparoqda Eco high liquiditimiz bor va bizda mana bu joyda boz bo'lgan. Bizda ikkita demo zona bor edi. Mana bu hududda mana bu hududda ya'ni mana bu hududda va mana bu hududda bizda ikkita demo zona bor edi va biz mana bu holatda kirgan ikki hayda buzib o'tdi va soya bizani savdomizni oldi va oqib ketdi qayoqqa bo'lsa. Ko'rib turibmiz, 18 risk rover. Birga 18 risk rover. Men savdoga kirishni istagandim men tillada. Lekin kira olmadim, chunki yangilik vaqt edi. Menda bir tuflamli jon qolgandi. $60 dan o'sha akkaunt yopiladi. Yangilik vaqt kirmaslik haqida qo'ydamiz, propshot hisobida. Oddiy hisobda ham kirmaslikni maslahat beraman. Yangilik vaqt. Yangi vaqt kirish uchun bir yangi hisob ochish kerak va unga qanchadan so'mma tashlash kerak. Ya'ni aqllilar razgon qiladi-yu. Razgon unaqa. Mana bu yerda ketyapti, impuls pastga qarab bam 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 bam. O'sha payt polni seraveradi. Qilib ketaveradi. O'sha razgon deyiladi. Bu haqiqiy savdo. Risk rover bor. 110 pips, 100 pips yurdi deb emas. 100 pipsli harakat bo'ldi deb emas, shunchaki 100 pipsli harakat emas. Bizda risk roverda gapiramiz, 1 ga 18. Va shunaqa gaplar. Yana bitta o'zgartirgan narsam, boya hozir ham gaplashdik. Ya'ni yangicha qarashga o'tdik. Ya'ni market struktura haqidagi yangicha qarashimiz. Bu qarash ancha yaxshiroq, foydaliroq ekan. Qani men bunga o'ta qilaylik tezroq. Bam, euro USD emasmi bu? Hop, euro USD. Qaysi qarash haqida gapiryapsizlar desangiz, men bu qarash haqida gapiryapmiz. Chunki biz ham bu qarash haqida hisoblamagan edik. Ya'ni bizda low high is low, to'g'rimi? Va bizda mana bu holatda, mana shu pony low bo'lsa, mana bu holatda bizda
boss bo'lishi kerak-da. Mana shu bossni men hisobga olmadim. To'g'ri, bu boss deb hisoblasak ham, mana bu yerda savdoga kirganlar yeb ketadi prosta, lekin bu mana bu yerda savdoga kirganlar prosta yeb ketishga to'g'ri kelib qoladi. Endi lekin biz momentumga qaraymiz, chunki bitta shamli xullas boss bo'ldi, to'g'rimi? Boss bo'lgandan so'ng bizada mana bu boss turibdi. boss ko'ramiz. Mana bu yerdan keyin mana bu yer, undan keyin mana bu yer. Ko'ramiz. Buni ko'rgandan keyin mana bu holat bizada уже hi it's hello it's yana boss. Bizada boss bo'ldimi? Endi biza mana shu holatda o'ta aniqlikdagi kirish bizada kutib turgan edi. O'ta aniqlikdagi kirish. Va bizada mana bu yerda extremal damage sona. Ko'rib turibmiz, extremal damage sona. Va biza mana bu yerda short anodi mana bu holatga qo'ygan bo'lardi. Ya'ni 110 bo'ladi. 110 bo'ladi. Xo'p. Keyin shunchaki qo'yib yuborgan bo'lardik. 1/12 risk barobar. O'rtacha hisobda $40 risk bilan kirganimda bu yerda o'sha dalshi 480 bo'lib, o'sha foydada turgan bo'lar edik. Va bizni asosiy qarashimiz, ya'ni mana bu holatda boss olmaslik, ya'ni mana bu low it's low high, low it's high it's high low, ya'ni low low high it's low to'g'rimi? Mana high low high. To'g'ri, bittasi euro bitta shu, ya'ni bir hashtag qilgan xatomizdan tashqari Vandayda ham o'ta katta xatolar qilganimiz, ya'ni Vanday bizada aytib turgan edi, talchi bo'lish savdolar bari bo'lish hamda polli xuyovo edi. Xullas, shunaqa gap. Xullas, 2 haftalik xatolarimizni topdik. Mana o'rganganlarimizda